Mollarimiz effekti 50% ga tushib ketdi. 2 sim yutaman deb 200 million pulni yo'qotib qo'ydim. Tanasi zo'r bo'lsa, tanasi pishgan bo'lsa, effekt yaxshi bo'ladi. Shundaki hozirlarda ko'ryapman. Donli silos berar ekansiz. Bu silosni tanlashda bir odamlarga qanday bir siz bir tajribalardan bo'lsangiz. Azizbek, mana bu silosni ham berayotganimizga 12 yil bo'ldi. Yemlar oshib ketdi. Yo'q, undan oldin yemlar unaqa qimmat bo'lmagan. Xo'sh, buni qarang. Silos olayotganimda o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytaman. Ertangi silos olamiz. Ertangi silos bilishimcha shu aprel, maylarda ekiladi, avgustlarda o'riladi. 120-130 kunda. O'sha silosdan olamiz. U silos masalan shu kecha kunduzda masalan hozir 1000 so'm bo'lsa, masalan kechki silos chiqadi, bug'doydan keyin ekiladi. U silos teng yarmiga arzon yuradi. Yiliga 400-500 tonna olaman. Oldindan to'liq qilib qo'yaman-da, o'sha joydan bir joydan ovuraman, ishonchli joydan. Arzonda bir partiya oldim. Mollarimiz effekti 50% ga tushib ketdi. Shu yerda bir 200 sim yutaman deb 200 million pulni yo'qotib qo'ydim. Endi buni sababini bilsam, bu ertangi silosni tanasi pishish kerak ekan. Quyosh uje pasayishni boshlaydi bu yoqda. Tana bo'ladi-yu, tanasi pishgan bo'lishi kerak ekan. Kechki silosniki masalan hali bilsangiz dumbilli paytida o'rilib ketadi. U suvi ko'proq bo'ladimi yo tana pishmagan bo'ladimi, molga yuqishi yaxshi bo'lmadi. Xom tarvuz yesangiz qanday yo? Lekin uni siz ko'rganda bilmaysiz. Lekin mana ko'pchilik aka-ukalarimiz doniga ishqoz bo'lishadi. Molga doni shart emas. Molda men shunaqa donli silosam olganman, oxir dona qolib ketardi. Tanasi zo'r bo'lsa, tanasi pishgan bo'lsa, effekt yaxshi bo'ladi. Hurmatli obunachilar, xudo xohlasa bir juda bir qimmatli ma'lumotlar deb o'ylayman. Mana shu ma'lumotlar uchun like bossa arziydi, podpiska bossa arziydi. Endi sho'lqa berasiz ekan. Shulqani beramiz. Va albatta somon. Somon peshinda beriladi. 10 ta molga bitta tashaladi. 10 ta molga bitta somon tashaladi. Bunda ham bitta yaxshi narsa bor. Yangi mol boqishni boshlaganimda, masalan, 10 ta molga 10 tonna yem olganman. 4 oy yemladim. Molli natija bermadi. 5 tonna, 6 tonna yemim ishlatib qo'ydim. Natija bermadi. Bir doktorga olib keldim. Gaplashsam, hashay bermaysan dedi. Hashay bermasang dedi, bu hashay hazm bo'lmaydi. Hashay yesa dedi, yemni hazmlatib yo'qadi dedi. Mana shu qolgan 4 tonna yemingga dedi, hozir men falon vaqt hashay berasan, o'sha 4 tonna yemingga 10 ta moling tayyor bo'ladi. 6 tonna yem uchib ketdi. Hali erkanlik qildim, haqiqatda hashay berdim, 4 tonna yemga shu 10 tami 8 ta molim bir esimda yo'q, o'shalar yetildi. Bu hashay bermasangiz bo'lmas ekan. Hashay tashlash kerak. Mol uni semirtirmaydi, ichiga kirib oladi-da, uni yemni qayta ishlaydi. Hali nechadir foiz yuqishiga yaxshi bo'ladi. Kletchatka deydi. To'g'ri aytasiz, shunaqa.